o'rnimizni egallagan. O'tgan safar 7-8 sinflar o'rtasida edi. Bu safar 3-o'rnimiz ballojini necha ball to'pladi Saydumarxon? 49 da 8. 49 8 ball to'plaganligi uchun, biroz 50 balldan balli past bo'lib qolganligi uchun biz voucherda 500 ming so'm qilib berdik. O'zi aslida 3-o'ringa 50 balldan yuqori bo'lgan, o'zi 50 balldan demadik, endi 65 ball deganimiz boshida, lekin o'quvchilarimizni motivatsiya, ya'ni ruhlantirish uchun 50 ballga yaqinlashganliklari uchun 3-o'ringa biz 500 ming so'm voucher va smartwatch soatimizni bu bolamizga sovg'a qilib beryapmiz. Mana ochilmagan ekan. Zaryad qanaqaligini bilmaymiz, olib qo'yib qo'yganmiz shunday. Bu voucher sizga, bizga kelib o'qimoqchi bo'lsangiz, voucherlaringizdan foydalansangiz bo'ladi. Va shu o'rinda ota-onalar o'rtasida anov ketyapti. 14 Pro Max telefon, Redmi 14 Pro Max telefoninglar qanaqa, ular 3-o'ringami yo boshqasigami deb. Agar siz bizda o'qib, biz o'zimizda o'qigan o'quvchilarimiz multi-level, ya'ni milliy sertifikat bor, bilasizda, shunaqa sertifikatdan, ya'ni 70 plus, xuddi 69 bo'lib ilashib qolsa ham 70 olsa ham sertifikat oladi, bizda o'qiydi, biz sertifikatga tayyorlab beramiz. Ham shunaqa 70 ballni qo'lga kiritgan o'quvchiga yangi, xuddi shu mana soatga o'xshab ochilmagan holatdagi telefonni taqdim etamiz. Tushundinglar-a? Bu telefon 3-o'ringa va sertifikatdan yuqori ball olgan o'quvchilarimizga beramiz. Hammaga rahmat. Haq qo'ying-ku? Bo'ldi, rahmat.